sobiq ittifoq davrida qishlog'imizda ikkita buloq bor edi. Shu buloqdan odamlar suv ichar edi. Hozir yo'q, quridi. Keyin bu 4 kilometr yuqorida bizda bitta buloq bor edi. Oxiri u suv ham yo'q bo'ldi. Keyin shu suv masalasi bo'yicha ko'p murojaat qilamiz, ko'p odamlar kelgan. Lekin birontasi ishonch qolmadi hozircha. Mana endi siz hozir kelyapsiz, gaplaringizga qarab ishonsakmi, ishonmasak ikkilanib turibmiz. To'g'risi. Bu kishi ham shunday bir kelib ketadigan odam deb o'ylayapman men shaxsan o'zim. Ishonch o'zi yo'qolgan to'g'risi. Xalq ichimlik suvidan nihoyatda qiynalyapti. Biz masalan bir necha marta murojaat qilganmiz. Necha yildan men murojaat qilgan, bormagan eshigimiz, kirmagan teshigimiz qolmagan. Hammaga aytganmiz. Hammaga murojaat qilganmiz. Bir necha marta xatlar hozir bitta papka bo'lib turibdi. Mana shu yerdan shu 30 metrma 40 metrma suvni urib, mana havzimiz. Shunday suvni tayyorlab bersa-yu, butun mana shu qishlog'imizni suv bilan ta'minlasa. Mana murojaatimizni inobatga olib, Xitoy texnologiyasini olib kelib, mana hozir burg'ulash ishlari olib borilyapti. Asrlar davomida orzu qilib kelingan mana suv amalga oshdi. Mana suv olib kelgan yo'lda azizlaydi. Suvda serob bo'lsin hammasi. Bizning mahallamizda bir necha kundan beri bayram desam bo'ladi, katta xursandchilik. Buning sababi nima? Buning sababi yillar davomida ko'p vaqtlardan beri yechim topmay kelayotgan ichimlik suv muammosi edi. Mana shu ichimlik suv muammosi yechilmoqda. Butun qishloqlarimiz hammasi xursand. Hattoki yosh bolalarimiz ham xursand. Xuddi bayram kayfiyatida yuribmiz hozir. Shu yo'lagan quduqlarimiz ter suv bo'lsin. Biz hammamiz shundan bahramand bo'laylik. Bolalarimiz, nabiralarimiz ichib huzur qilsin.